Demak, bozor narxi Sparkda oshibdi-da. Shunaqa. Tinchmisiz? Yo'q, o'sha videoga olibsizlar. Endi qarang, 4600 ga 2013-yil Sparkmi? 4800 ga 2017-yil Matiz Bestmi? Lekin bu bozor lekin bu bozor o'rta narxida hisoblolmaymiz baribir. Hozir qarang, anu kunlari bozor videolar tarqalib ketdi. Matizlar sotilmayapti, Matiz olmaylar deb esingizmi? Qora mashina olsa san toming ketganmi? Nega qora mashina olsan deyishardi. Olgan deyishardi. Mana 2014 sizniki 2014 ekan. 6,5 mingga sifatiga. Demak, 6,5 ming ham Cobalt bor, yurganiga qarab. 5,5 mingga bor. Bozordan keldim desiz, bozordan keldim desiz. Shu bolani oldiga $300, 102 ming, $300 skinga. mana ketdi. Oq Nexia xuddi shu holatini hech pul arzon bo'ladi qoradan. Ha, Nexia'da Gentraga o'xshab farq qilmaydi rangda. Qani bundoq qaraymiz. Men bunaqa mashinalar bet sotilar ekan, men bilmas ekanman. 13 ming atrofida qo'ysak ham qimmat degan obunachilarimizga mana bozor narxi. 23, 22 ni o'zi 14,5 ming deyapti. Qo'sha qaragan ekanlar. Shu mashina bilan birga Bu YouTube показывать. Endi yakshanba kun bizga o'xshab bozorda yurish o'rniga bozor ilovasiga kirib ham mashina sotib olsangiz bo'ladi. Ichida buni ham mashinalar bor. Bor. Assalomu alaykum aziz do'stlar. Bugun yakshanba 8-iyun kuni soat 12:00 biz Toshkent shahrining Sergeli avtomobil bozoridamiz va bugun biz birgalikda ushbu videomizda Sergeli avtomobil bozorida Toshkentdagi avtomobillarni, minilgan avtomobillarning o'rtacha narxlari bilan tanishib chiqamiz. Bozor kirib kelishimiz bilan bozor rasmiy dilerlari bo'lgan Sirojiddinning oldiga keldik. Assalomu alaykum. Sirojiddin hamma eslaydi, auksionda juda ham ko'p avtomobillar xarid qilgan va mana shu Sergeli bozoriga kirib kelishdi. Bizdan olingan avtomobillarni shu bilan bir qatorda bosh joydan oladi. Mana shu yerda avtomobillarni foydasi bilan sotgan. Xudo xolasa. Qo'ldan kelgancha arzon narxda. Biz mashina narxlari bilan tanishib chiqaylik dedik bugun. Mana sizda bugun Spark bilan ko'proq Gentra Onyxlar bor ekan-a? Shunaqa. Tracker ham bor. Sparklar necha puldan mana? Yillari necha o'rtacha? Boshidan boshlasa, bu 2022. 2022 avtomat. Avtomatda 2022 en full pozitsiyasi ikkalovi ham. Bittasi 28 ming kilometr o'rgan, bittasi 32 ming kilometr. Kraskalar toza. Toza. 9,5 mingdan beraman. 9,5 mingdan. Avtomat 20 ming yurgan avtomatlar. 22. 32 ming yurgan. Bu 3 ta ketma-ket 2021. Bitta oq, bitta bardoviy. Bu ham avtomat. Avtomat bular ham. Bularni tak. Bu ikkitasini 8900 dan qilib beraman, kraskasi toza. Bunisini bitta dona krilosli kraskasi bor, bunisini 8,5 ming qilib beraman. 8,5. Bunisini metani bor, bunisini propani bor lekin. Demak, bozor narxi Sparkda oshibdi-da. Shunaqa. Chunki esingizda bo'lsa 23 yil 9200 dan bo'ladi. Shunaqa. Sparklar ancha narx qo'ygan. Qora qanaqa? 2022, kraskasi top toza, polniy navorot bunisi. 82 ming yurgan ekan-a? 82 ming yurgan. Buni 9700 qilib beraman. 22 82 ming yurgan, 9700 nimasi unaqa qimmat buni? Qoraligi. Bitta qoraligi. Yana nima qanaqadir plus qo'shimchalari bormi navorotlar? Qo'shimcha jihozlari bor, misol uchun. Cobalt diska bilan tonirovka. Shunaqa LED, qo'shimcha chip, salonlarda ham narsalar bor. 9700. Demak, hozir Nexia 3 bilan Spark o'rtasida juda ham katta farq bormi? Yo'q. Nexia 3 ham shunaqa ko'tarilib ketganmi? Shunaqa atrofda. Nexia 3 ham 22 lari 10 ming atrofida. Qarang, adashmasam, fevral oylarida esingizda bo'lsa, oq 2022 Spark qo'ygan edik. 40 ming yurgan atrofida avtomat. Oq edi, top toza. $9400 edi. Sotiladigan narxi 9400 sotildi. O'shanda qimmat degandingiz. Fevral oyi. Hozir iyun oyi. 9400 qimmat deyilgan. Oppoq yurgan mashinani hozir mana qop-qora 82 ming yurgan 9700. Demak, narx oshyapti. Gentrachi. Endi Gentrani bozori chaqqon. 130 ming yurgan. 130 ming yurgan. Metani ham bor. Metani ham bor, Amerikan ko'tira, oyog'ida 4 ta yaxshi lassa balonlari bor yangi. Qo'shimcha hamma navrotlari bor. Nechkarpol. Buni 12 ming dollardan olman. 21 130 ming yurgan $12,000. Kraskasi toza. Xuddi shunaqa. Bunisi-chi? Bu ham bu 23. Mana bu zo'r ekan bu. Kraskasi toza, bunisi 48 ming yurgan. 14 mingdan qimmat bo'lsa kerak bu. 14 mingga beraman. Beradiganingiz 14 ming. Amerikanka 4 ta yaxshi bormi? Tonirovka ruxsati bor. Bor, tonirovka ruxsatlari bor. 14 mingga 2023-yil 48 ming kilometr yurganlar. Zo'r. Bu tarafdagi,
2023-yil 4-pozitsiyasi bu LTZ. LTZ. varianti. Aha. Buni ham Chiroyli diskalari bor, chiroyli diska Aha. ballari bor, kraska. 41 ming yurtdi. Bitta dona bagajda kraskasi bor. Aha. Buni 11300 bo'lsa beraman. 11300 LTZ. Lekin mana bu yaxshi narx ekan, adashmasam. Trekkerchi, trekker mana, trekker 1 buni ham bozor chaqqonlashib qolgan. 20-yil ekan bu. Bu 2020 Oxirgilaridan bu 21-midi. Oxirlari. Ha. Primer pozitsiyasi. 75 ming zo'r ekan holati lekin. Kraskalari toza. Yo'q. Aha. Kapoti bilan oldi krilosi. Ichiga o'tmagan. Yo'q. Nech pul shu? Kapot krilosi. 20-75 ming yurgan. 12 ming so'rayapman. 12 ming. Sunnatiga o'tib beramiz Ha, lekin. 12 ming, zo'r. 12 ming. Cobaltlarchi mana, Cobalt hozir bemalol bo'lib qoldi bozorda, shunaqa. yengilari ham, ha? Bu 2020 99 ming yurgan. 4 ta yaxshi balon, chexol, polik, salonini endi qo'shimcha jihozlar qilib qo'yishgan. Ha. Salonni chixol, pixoli qo'yishibdi. Nech pul? 9800. 22. 20. Ha, 29800. 9,5 lega berib yuboraman. Demak, bozorda narxlasi Narx ancha o'ynabdi. Hozir endi ichkariga ham kiramiz. Sirojiddan endi narxini qimmatroq etishi mumkin boshqalarga nisbatan. Endi men bilishim bo'yicha, juda ham sho'xligi bor. Anti mamcha berayotgan ekan, 100 so'm arzoniga ham berib yuboradigan odati bor. Lekin bu bozor lekin bu bozor o'rta narxida hisoblolmaymiz baribir. Chunki bu o'zini bu qitmirchiligi bu. Kimdir kelib, "Sanikidan arzonini ko'rdim" desa, o'sha bilan dakapeka savdolashaman. Bozordan keldim desiz, bozordan keldim desiz. Shu bolani oldiga $300, 102 ming, $300 skidka. mana ketdi. Bozor bozorga $300 mana skidkamiz bor. Bular nima bo'lyapti bu? Yillari 19. Hammasi, uchalasi ham. Bu ikkita 19, mokrisi 19. Aha. Bu uchta 19larni 9800 dan olaylik, uchaloni. 9800 2019-yil. Amerikanki o'ptira, balon, malon. Amerikanko tayyorlab qo'yilgan mashinalar ekan-da bular. Tayyor, hech nima qilish kerak emas. Aha. Bunisini 90 ming yurgan. Benzinda, toza. Mashina shu ketamiz, shekilli u ketishdi. Bunisini 20sini 10800 qilib beraman. 20 10800. 19 9800. Xuddi shunaqa. $1000 orada farq bor. Aha. Bu gazi bor ekan. Gazlari bilan bunisini Amerikanki o'ptira, balon. 91 ming yurgan. 91 ming. 10,5 ming bo'lsa kerak. Mayli, shunaqa. Yo'q, o'zi nech pul sotyapsiz? 10800. 10800. Bu 20 bu ham 11 ming. 11 ming. Qoraligi hisobiga. yurgan. Qora keyin. Buni ham navrotlari bor. Ha, qarang, qora bilan oqning farqini qarang. Oq 21, 91 ming yurgan gazi bor, 10800. To'g'rimi? Bu 20, 77 ming yurgan gazi yo'q, 11 ming. 20 ming yurganida 14 ming kilometr farqi bor, narxda esa 2 ming farq bor. $200 farq beryapti sразу. $200. Endi baribir normal narxda yilida bundoq hisoblaydi. Agar shu oqqa o'zini yilida 1000 farq bo'lyapti. 9800 ga 10800. Bu yerda yil ham bor. O'zi 1 yil eskiroq, lekin shunga qaramasdan $200 qimmat. Demak, qora baribir kecha efirda aytayotgandim. Bir yillari qora mashina olsan toming ketganmi? Nega qora mashina olsan deyishardi. Oq olgan deyishardi. Mokra asfaltdan delfinning narxi oqdan qimmat yurardi. Qora eng arzon yurardi. Endi mana yengillik bo'lib tonirovka ruxsat berilgandan keyin qora mashinalarning hurmati oshib ketdi. Hozir mana shu o'zida ham termometrimiz yo'q-da, yani quyosh tegib turganda qoraga bitta ursangiz baribir o'ziga issiq tortadi. Shunaqa. Ancha tortadi oqqa nisbatan, lekin baribir bizani ko'zimizda qora jantra bu legenda. Vaqtingizga rahmat. Xursand bo'ldim ko'rib sizni. Sirojdan anchadan auksionda qatnashmayapti. Boramiz. Hozir endi kelaman dedi. Kutamiz. Demak, agar Sirojiddinni mashina olgani kelganinglarda ko'rib qolsanglar, qiziqishga ham kiringlar. $300 Abozor nomidan kelganlarda skidkamiz bor. Bo'ldi. Rahmat. Salomat bo'ling. Podarkalar ham bo'ladi, mabodosi. Ana. Podarkalarni qilib beramiz. Endi yakshanba kun bizga o'xshab bozorda yurish o'rniga Abozor ilovasiga kirib ham mashina sotib olsangiz bo'ladi. Ichida buni ham mashinalar bor. Bor. Bemalol Abozor ilovasiga kirib, uydan turib ham avtomobil xarid qilishingiz mumkin, lekin otang bozor, onang bozor degandek ko'plar bar bozorga intiladi. Bozorga intiladigan odamlar uchun marhamat, o'rtacha bozor narxlarini sizga bugun tanishtiramiz. Siz esa auksionda turgan avtomobillar bilan solishtirib, kelib 100% savdolashishmi yoki uyda o'tirgan holatda telefon orqali xarid qilishmi? Baribir ikki toifaga bo'linadi odamlar. Kimdir bozorda yurgisi keladi, kimdir telefon orqali o'sha shahar bormasdan savdolashishni yaxshi ko'radi. Demak, bugun yana davom etamiz. Sirojiddinga kattakon rahmat yana bir bora. Sizni ko'p xursand bo'ldim. Auksionda ko'rishamiz. Sog' bo'linglar. Rahmat. Ketdi endi ichkariga. Biz davom etamiz. Demak,
avtomobil bozorida bugun negadir avtomobil sal kamroq. Mana shu yerlar doim to'la turardi. Endi biz mana shu naves ostiga o'tamiz, asosiy bozor qismiga, chunki bu taraflarda Jiguli va yuk avtomobillari undan tashqari ichkariga ulgurmay qolgan avtomobillar tashqarida turadi. Hozir mana shu naves ostidagi asosiy bozorga o'tamiz, chunki bu yerda o'zi chet elda ishlab chiqarilgan avtomobillar va shu bilan bir qatorda o'zimizda mahalliy avtomobillar mana shu har bir naves ostida sotiladi. Sparkdan boshlab mana shu oxirgisi Malibu hamda chet elda ishlab chiqarilgan avtomobillar bo'limi. Hozir ko'ramiz, Nodir xo'ja aka ham bugun bozorda bo'ladi, adashmasam. Balki omad kelib qolib, ular bilan ham ko'rishib qolishimiz mumkin. Ko'ramiz. Agar usha olsak, ular mana shu birinchi qatorda ko'proq yuradilar. Hozir bu yoqni aylanib borgunimizgacha balki ko'rishib qolarmiz. Shunda birgalashib bir avtomobillarning narxini ulardan ko'rib olamiz. Issiq odam bozorda yurganimizga bir 25 daqiqa o'tdi. Baxtimizga hozir havo sal bulutliroq, shaboda bor, lekin shunga qaramasdan juda ham issiq. 20 daqiqa yurib, уже sal-pal toliqib qoldik. Hozir mana Fazliddin bilan, oddiy operator bilan salqinda ozgina dam olamiz. Demak, yakshanba kuni issiqda, sovuqda bozorda yurgandan ko'ra, menimcha ilova orqali onlayn tarzda avtomobil xarid qilish imkoniyatdan foydalanish kerak deb o'ylayman, chunki yakshanba dam olish kunida menimcha oila davrasida va shaxsiy ishlar bilan mashg'ul bo'lgan holatda o'tkazsa yaxshiroq va bozorda esa qaysi kun bo'lishidan qat'iy nazar har kuni avtomobil savdosi bo'lib o'tadi va unga qo'shimcha qilib 21:00 da bo'lib o'tadigan jonli efirlarimiz va har kuni 18:00 da bo'lib o'tadigan kechki bozorlarimiz siz uchun mana shu imkoniyatlar. Biz esa o'zimiz tarafdan dam olish kunlari imkon darajasida siz uchun bozorga kelib, bozor narxlari bilan tanishtirib chiqamiz. Siz esa uydan o'tirib, ilova orqali avtomobil xarid qilsangiz bo'ladi. Sergeli ehtiyot qismlar bozori bilan bir devordan boshlanib, avtomobil savdosi boshlanadi. Matiz Spark, Nexia Cobalt, Gentra Malibu Equinox va chet elda ishlab chiqarilgan avtomobillar odamga o'tdi. Demak, biz hozir bozorda mana shu eng kichik modeldan boshlab, eng katta modelgacha bo'lgan avtomobil narxlari bilan qiziqib chiqib, o'rtacha bir narxlar haqida ma'lumotga ega bo'lamiz. Men Matiz qator, Matiz Spark, Matizlarning ham narxini bilaylik, chunki bir videolar tarqalib ketganda Matizlar sotilmayapti, Matiz to'lib ketgan deb, lekin bugun o'zi bozorda mashina sal kamroq, menimcha nisbatan. Lekin Sparklar ko'payib ketdi, o'rtagacha ham qo'yishibdi. Assalomu alaykum. Okay, yaxshimiz. Videomizni, ma'lum, yaxshimiz, sonlarda bozordan keldik. Xo'p, Matiz 2009 ekan. Necha ming yurgan bu? Traviga uzun. 400 ming yurgan, 3 tali etbetda bari kraskasi bor. Ichiga o'tgan ekan ozgina. ha, ozgina. Oldidan udarib bo'lgan 3 tali Matiz. Holati, demak, 2009 16 yillik avtomobilga ancha yomon emas. Ozgina mana bu paroklarda ham bor ekan. Shu turishi necha pul mashinani, aka? 1800 1800 dollar. Necha pul qilishdi? kelib ko'rishyapti-yu. Taklif berishmadimi hali? Yo'q. Siz 1800 dan tushmayapsiz. Yana baraka bilan ham bo'lsa, kelishtiradigan joyi bor. Mana bitta podushkalarni ham yenglarni qo'yib qo'yishdi, motor podushkalarini. Ha? To'nni chiqilgan. Hadoylar qilingan, shungalar hammasi bor. Sal qattiqroq shikast degan ekan. Endi yillar davomida menimcha etib bo'ladi. 1800 dollarga 2009-yil 400 ming yurgan Matiz avtomobili, aka, bozoringizni bersin. Rahmat. Salomat bo'ling. Ana bu yoqda yana bittasi bor ekan. Hop, akalar savdo qilishyapti. Best ko'ramiz. Matizchilar biladi, Bestga ko'proqni bo'ladi baribir. Talab bor. Motor hajmi sal kattaroq, quvvati ham sal ko'proq va ko'rinish jihatdan bir ikkita joylarda farqi bo'ladi. Assalomu alaykum. Sizdan mashina? Assalomu alaykum. Demak, 2015-yil 91 ming yurgan Matiz Best. Holati zo'r. Mashina tayyorlab qo'yishdi. Yo'q, mana biz prosta narxlarni bilamiz, egalarini topa olmadik menimcha. Ham ozgina shikast degan joy bormi ekan? Ko'rinishdan asha, lekin qanotlari yechilmaganga o'xshayapti. Xo'sh, endi bularni qosh ko'proq. Ko'p ketadigani qosh, ichiga o'tkazmasdan qosh tinib ketadi, aytsizlar. Buni almashgan. Farasi almashmagan u, menimcha prosta aniq qilib qo'yishibdi. Almashganmi, nima qilgansizlar? Yo'q, bu singanda menimcha yamab qo'yishgan, payat qilib qo'yishgan. Chunki qanoti yechilmagandek turibdi, endi ustidan bo'yashmagan bo'lsa. Lekin ko'rinishi zo'r, mashina. Nima deysiz? Ha, bu singan. Ko'pincha
Mana bu joydan urib olsa sinadi, yengisini olgandan qo'yib yuboradi. Bosadi ham. Hop, ko'rinishi zo'r, balonlar yangisini taqib qo'yishibdi. 2015-yil 91 ming yurgan Matiz. Biz ichini ko'rsatingda, ajoyib bir tarzda chiqqan o'z paytida. Biz yurishlari ham zo'r. Demak, narxi necha pulga? Egalari menimcha yo'q. Oki bu sizlardan emasmi bu? Egalari ko'rinmadilar. Endi narxi hozir ko'ramiz boshqa mashina. Bu yerda yana bitta xuddi shunaqa best bor ekan. Sizdanmidi? Assalomu alaykum. Aka, qalaysiz? Sonlarda videomizni. Zarari yo'q. Ya, bozordamiz. Prosta boshidan narxlarini bilib chiqaylik deb odamlarga. Best ekansizda siz faqat. Yomon tayyorlab qo'yibsiz, chiroyli qilib mashina. Ikkalasi bir xil egizak. Yili ham bu 2017. Bu oxirgi, 18 oxirgi best-da o'zi. Qarang, bu 82 ming yurgan, bu mana bu вообще kam yurgan ekan yiliga nisbatan. Kraskalari ikkalasi toza. Почти. Bunda bu yoqda kalenasida pitno bor. Ichiga o't oldi, hamma yo'q toza. Mana gazi ham bor ekan. Nech pul bular? Bo'ladigan. Ha, men so'rayotganingiz, sotayotganingiz. Bu 4800, bu 4300. Demak, 15-yil 91 ming yurgan 4300 Matiz Best va 2017-yil 82 ming yurgan bitta kalenkasida bitta pitno. Bu 4800. 4800. $500 farq, lekin mashina yonib turibdi. Bunda endi plus tarafi ham bor ekan. Shu izikari bor, gazi bor. Ichlari deyarli bir xil, balonlar zo'r. Tirnoq tayyorlab qo'ygan ekanlar akam. Faqat haydaysiz. Qarang, 4800. 4800 ga 2017-yil Matiz Spark bermaydi. To'g'rimi? Sparklar eng kami 2010-yillarni shunaqa narxga olasizmi hozir? Mana zo'r. Bu siznikimi bu? Ya, почти bo'lsin. Mana 2013 Spark. Gazi bor, qancha yurgan bu? 335 ming yurgan. Kraskasichi. Chaqa chiqalari bor ozgina. Pitnolari bor, betida. Qarang. 13 yil, 12 yillik mashina. 335 ming ko'p yurmagan. Deyarli o'rta hol 30 mingdan. Kraskalari betida bor, gazi bor. Nech pul bu? 4600 bo'lsa beradi. Endi qarang, 4600 ga 2013-yil Sparkmi? 4800 ga 2017-yil Matiz Bestmi? Qani, deyarli 3 barobar kam yurgan. Ishqibozi bor buni. Ha. Ya endi odam ishqiboz emas, haligi oddiy xaridor sifatida gaplashadigan bo'lsak, hali bitta byudjetdan kelib chiqqan holda, moliyaviy holatdan sanaladi-ku. Kimdir hozir Spark olgan yaxshi deydi, kimdir Best olgan yaxshi deydi. Buni haydab yurgan odam buni haydagisi kelmaydi. Shunaqa. Buni haydab. Lekin qarang, 2013-yil Spark bilan 2017-yil Matiz Bestni 4600 desa buni. O'rtacha deyarli bir xil narxi. Best bilan Sparkning narxi hozir bir xil. Demak, Matizlarning narxi oshib qopti-da. Hozir qarang, anu kunlari bozor videolar tarqalib ketdi. Matizlar sotilmayapti, Matiz olmaylar deb esingizmi? Ko'rgansiz-ku? Ha, Matizning tepasida. Bozor qanaqa? Bu nechinchi bozor olib chiqasiz bilan? Ikkinchi. Ikkinchi bozor chiqyapti. Boshqa mashinangiz ham hozir? Yo'q, boshqa. O'rtacha ikkita bozor sotiladi mashinalar hozir. Shunaqa. Endi bozorni bilib bo'lmayapti-yu narxini. Sotiladi. Sotiladi. Xudo xolisa, aka bozoringizni bersin. Rahmat kattakon. Mana qarang, bozor yaxshi bo'lyapti shekilli, o'zi mana bu mashinalar sotilib ketganga o'xshaydi. Bo'sh turibdi. Menimcha baraka bo'lgan bo'lsa kerak. Hop, Sparklarni ko'ramiz. Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? Ayyomlar bilan. Hop, 2017-yil avtomat bu. 266 ming yurgan, kraskalari ikkita eshigida pitno polni bo'yalgan. Polni bo'yalgan, avtomat korobka. Nech pul? 7 ming. 2017-yil 266 ming yurgan, ikkita eshigida kraskasi bor, $7000. Mashina zo'r ekan, lekin chiroyli turibdi. Xuddi shunaqa rangini ko'ramiz. Assalomu alaykum. 21-22 avtomat. 2021-yil deymiz. Endi avtomat 96 ming yurgan, metan gazi bor, 4-pokoleniya, kraskasi. Kapotda 3 ta pitnosi bor mana shu yerda. Mana shu yerda pitnosi bor. Ha, ichiga o'tmagan. Fara alishgan. Yo'q, hammasi o'ziniki. Hammasi o'ziniki. Xo'p, 2021 ekan, 96 ming. Nech pul bu? 8700. Avtomat 8700 kichkina pitnosi bor. Balonlari yaxshi holatda. Zo'r, aka, bozoringizni bersin. Qo'yib berasizlarmi sizlarni kanaliga? Ha, biz A-bozorga YouTube'da kirsangiz, xudo xolasa chiqadi. Bunda telefon nomeri yozmaysiz? Yo'q, mana kiraversangiz A-bozor ilovasiga o'zingiz yuklab olsangiz bo'ladi. Ha, bormi sizda? Ha, bo'ldi. Instagram, YouTube'da ko'ring, chiqadi, xudo xolasa. Xo'p, bu ham bu 2014 ekan, uni qarang, chiroyli qilib qo'yishgan. Siznikimi bu? 2014. Rangi qora. 6300, 232 ming yurgan. 6300.
6 yil farqi bor, 7 yil farqi bor. Narxda qarang katta emasligini. 2016 142 ming yurgan. 70 hop, gazi ham bor ekan. Bu avtomat menimcha. Avtomat. Sizda emasmi aka? Ha, egalari yo'q ekan, narxini yozishmabdi. 2019 87 ming yurgani bor mana. Avtomat, holat zo'r balonlaring. Sizdami? Nech pul? Tozami kraskalari? Qatta? İchiga o'tmagan. 2020 avtomat, toza avtomat bu. 7 ming? Ha? 7,5 ming 2020-yil. 19 ekan bu. Sex pasporti uchun 19 bo'ladi. Rahmat aka. 7,5 ming. Ancha yomon emas. Nargi mashina bilan solishtirganda ancha sal farq, narxda farq ko'rsa bo'ladi. Matizligi bitta o'taylik hozir mana. Farqlarning o'rtachasini ko'rdik. 9,5 ming 9700 gacha 22-yillari, demak pasi 4600 dan boshlandi. 2013-yil mexanika Spark 4600 dan boshlanib, demak 2022-yilgacha borganda 9700 gacha bo'ldi. Hali bu yerda yana 10 milliklari ham bor ekan. Matizga keladigan bo'lsak, 1800 dollardan boshlandi boshida. Best avtomobillari 4300, 4700 gacha bo'ldi. Demak, farqda unaqa ham chiroyli Matiz ekan. Shuni ko'ringlar, qarang. Matizni trendga chiqargan diskasi bu ham elegant disklar. Bu 3 tali Matiz 2015-yil 107 ming yurgan ekan. Assalomu alaykum. Aka, so'ng sonlaringiz yaxshi charchamayapsizlarmi? 3 tali Matiz 2015 107 ming yurgan benzinda bu. Kraskalari-chi? Bitta kriloda kraska bor. Nech pul bu? 4000 so'rayapmiz. 4000 2015 107 so'rayotgan bo'lish nech pulga berib yuborasiz? Mana video qo'yamiz biz. 3800 ga bitta pitnosi bor dedingiz. Bitta kriloda pitnosi bor mana. Matiz 100. Полный sepilgan 107 ming yurgan. 3800 ga berib yuborar ekanlar. Hozir mana aka rahmat. Demak, o'rtacha narxlar taxminan 1800 dan demak 5000 gacha desa bo'ladi, chunki men nima deydi, aminman. Menimcha baribir kimdir 5000 dan so'rab turadi Best uchun. Endi biz doim balandroq yurgan Matiz, demak, oddiy 3 talik bilan Bestgacha bo'lgan narx 1,5 minglik ham bo'lishi mumkin. 1,5 mingdan 5 minggacha. Mana qarang, tirnoq qilib tayyorlatib qo'yishibdi. 2016-yil 57 ming yurgan, mexanika, konditsioner ishlaydi, motor ochilmagan, hadovoy. Narxini yozmabdilar. Lekin mashina mana sizdami? Assalomu alaykum. Nech pul? Tozami? Bagajyasida kraska bor, 5,5 ming deysiz. 2016 xo'sh, 57 ming yurgan, ideal holatda, bitta bagajda kraska, işte kichkina mashinasi bor. 5 ming? 5,5 bo'lishini ayting. Nech pulga berib yuborasiz? 5 mingga berib yuborasiz. Mana. 2016-yil Matiz Best 5 ming. 2016-yil Spark nech pul hozir? Mana sizdami Spark? Mexanika Spark 16 dan nech pulga olasiz? Men narxlarni solishtirib chiqaman prosta. Spark Matiz bilan qaysini olgan ma'qul? Misol uchun 2016-yil Matiz Best 57 ming 5,5 ming chiqaramiz. 5,5 minggacha 16. Demak, o'rtacha 1000 dollar farq bor shunda. 16 Best bilan xuddi shuncha, lekin Spark buncha yurganini topish qiyin, 57 ming yurganda. 60 ming yurgan, ko'ring. 60 ming yurgan. 13-yil. Mexanika birinchi pozitsiya. 2013 63 ming yurgan, toza. To'g'rimi? Gazi ham bor. Nech pul? 6 ming. 6 ming. O'tib beramiz, 5800 ga berib yuboriladi. Endi qarang. 5800 ga buni olgan yaxshimi, Matiz Best olgan yaxshimi? 5000 ga. Buni olgan yaxshi. Lekin farq katta emas. Odamlar Matiz ishqibozlari Best oladi, chunki Best baribir 8 dollar farq qilyapti buni. 800 dollar, yilida 3 yil farq qo'yapti-da. Lekin yurgani, halol yurganlari, mana ikkalasida farq shunaqa. Aka rahmat, bozoringizni bersin. Qarang, Matiz Best Spark bilan o'rtacha farqi, narxi bir xil bo'ldi. Chunki Spark yili balalari Nexia 3 bilan deyarli bir xil bo'lardi narx. Hozir endi Nexiaga o'tamiz Cobalt bilan. Qani bitta bu yoni o'rtacha bildik Matiz Sparklarni. Mana Matizlarning zo'r-zo'rlari turibdi bozorda. Demak, Spark Matizlarni bildik. Endi Nexia Cobalt Gent avtomobillarining narxini ko'ramiz. Xo'sh, ham Nexia, ashtam Nexia qator mana Cobalt Nexialar. Ashta ko'proq yuring. Assalomu alaykum. Qalaysiz? Sonlaringiz yaxshimi? 2017 270 ming yurgan avtomati. Kraskalari? Polniy, yon taraf kapot, gazi bor.
Necha pul bu? Bo'lish 6600. 2017 270 ming yurgan 10 taraf to'liq va kapotda kraskasi bor. 6600, gazi ham bor. Ichi butun. Balonlari yaxshi. Aka, rahmat. 6600 dan mana 2017-yil avtomat korobka Nexia boshlandi. 6600. Demak, Sparklar ham xuddi shu narxda bor. Lekin endi buni o'sha 10 tarafda bo'yog'i borligi sal odamni ko'nglini xijil qilishi mumkin. Narxlarni hozir ko'ramiz. 2017 mexanika $6700 ekan. 160 ming kilometr yurgan, benzinda. Hop, holati ko'rinishidan yaxshi. Sizlardan bu aka? Assalomu alaykum. Egalari yo'q. 6700 ga mana mexanika ham bor. Sizdanmi? Kraskasi qanaqa? Oldi polni, ichiga o'tmaganmi? O'tgan. Ichiga o'tmagan. 3 ta detalli kraskasi bor, mexanika 6700. Degan bosib o'tgan masofasi 110 mingmidi? 160 ming. Nargisi 230 ming edi. 60 ming farq. Demak, oq rangda shunaqa narxlar, qora mana bor ekan. Qora avtomobil. O'xti, yonib turishini qarang buni. Assalomu alaykum. O'g'itsin, salom, yaxshi charchamasdan. Assalomu alaykum. Salom. Yil nechi buni? 22. Oxirgi Nexialar bular shunda. 23 to'xtagan. Kraskasi? Toza kraskasi. Ochib ko'rsam bo'ladi. Qarang, 2022 31700 yurgan 4-pokoleniya metana bu yo propanmi? Stek. Metan bor, chexol poliklari bor. Narxi $10.500. 22-yil 31 ming yurgan 10.500. Aka, rahmat. Rangda ham farq qiladimi? Oq Nexia xuddi shu holatda necha pul arzon bo'ladi qoradan? Ha, Nexia'da Gentra'ga o'xshab farq qilmaydi rangda. Oq bilan qora bir xil. Demak, 100-200 da, ya'ni Gentra'ga o'xshab 500 emas. Yo'q, ha. Bo'ldi. Mana bu yonlarda 2019 bor ekan, 66.000 €, mexanika. Assalomu alaykum. Sizdanmi aka? Sizdan emasmi? Egalari yo'q. Kraska toza yozib qo'ydim. Yana bitta mexanika 2016, hatto 98 ming yurgan. Assalomu alaykum. Qalay, o'tsingiz, charchamayapsiz? Mexanika, holati, ko'rinishi zo'r, balonlar zo'r turibdi. Necha ming yurgan? 98 ming. Kraskasi top toza. Halol probeg 98, narxi $6.500. $6.700 ga 2017 100 mingdan ko'proq edi. Ana 2016-yil 98 ming halol probeg, kraskasi toza. 6.500. Ber yuboradiganingizchi. 6300 ga berib olar ekanlar. Mana farq o'sha chiqyapti. Bu ham sizdanmi? 2019 160 ming yurgan mexanika bu ham. Ha, avtomat, uzr, o'qimanman. Kraskalari orqa kriloda bor, eshikda mashinasi bor, balonlari zo'r holatda, gaz. Gaz yechilgan, chexol polik bor, shumkasi yo'q. Narxi 8300. 8300. Qarang, 3 yil farq, avtomat korobka 8300. Bo'lishi 8000. 8100. Oki, bozoringiz bersin, rahmat. 20-21, buni egalari bormi ekan? Ma'lum, mana chokoni rangini bilinglar, narxini. Assalomu alaykum. 2020-yil 73 ming yurgan avtomat bu. Assalomu alaykum. Aka, sizlar yaxshimi? Holati zo'r. Kraskalari? Ikkita kalenkasi petnosi bor. Ikkita kalenkasida petnos bor. Bu qanotning pastki qismlari choko rangda. Boshqa joyda hech narsa yo'q. Gaz? Yo'q, gaz yo'q. Avtomat. Nechi pul? Yozib qo'ydi, faqat 8800 bo'ladigani. Bo'ladi, 8600. 8600 ga berib ol. Tirikchilikdan so'ysizdikmi aka? Egani mashinasi 8600 2020-yil necha ming 73 ming yurgan. Probegi ham zo'r yiliga nisbatan 8600. Aka, bozoringizni bersin. Naryoda qora necha pul dedilar? 10 ming, u 22 edi, 10,5 mingga. Mana chokoniki 2 yil farq bilan mana shunaqa narxda. Antan tayyorlab qo'yilganlari bor ekan. Assalomu alaykum. Sizlar aka. 21-30 ming yurgan avtomat. Kraskalar toza. Sizdanmi? Bitta eshikda bor kraska. Assalomu. Toza. Gaz yo'q. Nech pul? 21-30 ming yurgan avtomat toza $10.300. 10 mingga berib yuborasiz. 10 mingga berib yuborar ekanlar. Mana oq bilan qorani farqi $500. Hamtani katta bolalar bor ekan. Alaykum, assalomu alaykum. Sizsiz bular bizlarning rasmiy dilerlar. Bozordan vaqtida mashina olib, mana bu yerga olib kelib sotishadi. Nima mashina olib chiqqansiz? Spark. Men Spark bilan tugatdim. Mana 22-87 ming yurgan metan gazi bilan avtomat kraskasi. Bitta parogida. Parogda bor bo'ldi. Kobalt disklar taqib qo'yishgan mashina tayyor. Nech pul? Shumka. Shum izolyatsiyalari bor. Nech pul? 9200. Berib yuborishingiz.
89. 8900 ga 2022-yil Nexia Spark Choco va 10,5 mingga 22-yil Nexia 3. Farqi ancha farq bor. Kraskalari bitta shu parogida bor ekan. Hop, demak, Spark narxi o'rtacha shunda 4000 dan 10 minggacha ekanda. Yiliga qarab. Nexia'ni hozir shunda 6000 dan u ham 10,5 minggacha, 11 minggacha boradi. Demak, o'rtacha Spark. Endi Cobalt ko'rishimiz kerak. Rangiga nisbatan qora oq narxi bir xil yuradi. Sparkda qora rang qimmatroq yurar ekan, Choco oqdan arzonroq yuradi. Hozir shu holatdagi oq bo'lganda, indamasdan 9,5 10 gacha. 9,5 10 gacha. Qora ham xuddi shunaqa deyapti. Demak, Choconi rang hisobiga narxi sal pastroq. Endi Cobaltga o'tib ketamiz. Qatorga o'tdik. Qarang, bir paytlar men yoshlik paytimda esimda avtomobil bozori shu darajada mashina ko'pligidan mana shu yo'llardan o'tib bo'lmasdi. Kimdir mashinasini sotsa, kechgacha qolib ketardi yoki mana shu mashinani siltab, yoqqa zo'rg'a olib chiqardi. Hozir mana mashina bugun kamroq, balki bayram arafasi bo'lgani uchundir. Hozir mana akalarimizdan so'rasak, o'tgan hafta bundan ham kam edi mashina deyapti. Demak, hozir bugun namanganlik do'stlarimizdan qiziqsak, erta ham mashina kam. Demak, bozorga hayit bayrami arafasida ham mashina kamligi mana hayit bayrami ham mana ta'sir ko'rsatadi. Cobaltlarni ko'ramiz. Assalomu alaykum. Akamlar bilan. Yaxshimisiz? 2021-yil 114 ming yurgan. Xo'p, avtomat bu. Avtomat. Kraskalari o'zimiz YouTube'ga narxlarni ko'rsatib, bozor narxlarini tanishtiramiz. Kraskalari qanaqa aka? Kraskasi yo'q. Toza, mokriy. Mana faqat Mashinasi bor. Demak, bitta qanotli mashina, ballonlari zo'r, gazi yo'q. Nech pul bu? 11700. Berib yuboradiganingiz ayting. beradigandan 11,5 ekanda, yo'q, pastroq berasiz bundan ham. Ko'zlari juda ham mehribon ko'rinyapti. Yaxshilab iltimos qilinsa, men uchun zo'rroq ham beraveradilar. Aka, bozoringizni bersin. O'zingizniki tirikchilikdamiz? Tirikchilik. Zo'r. Rahmat akam. Qarang, 11,5 mingga 2021-yil 114 ming yurgan. Endi bitta Dark Moon Blue rangi 2023 32800, 23-yilda chiqqan trend mexanika ekan. Assalomu alaykum. Sizlardanmi bu? Egalari yo'q jon, uxlab ketishibdi. Demak, narxini ham yozishmagan. Xo'p, bu yerda yana bitta Cobalt 23, kraska toza 27 ming yurgan. Avtomatmi bu? Assalomu alaykum. Avtomat. ABS-siz bu? ABS yo'q, kraskasi toza 23-yil 27 ming yurgan. Nech pul? Berib yuboradiganingiz. 11300 so'ratli 11100 ga beraman. Mashina o'zingizga tirikchilikmi? O'zlarining mashinalari. 11100 ga 2023-yil ABS yo'q, avtomat korobka. Anti 24-25 yengisi bor. Assalomu alaykum. Yoqimli ishtaha bilan ovqatlanishyapman. Narxini aytib olasizmi aka? Uzr, bezda qildim. 12300. Bu toza, to'g'rimi? 24-25 yengida 7000 yurgan, 12300 kami bor. Demak, 12000-12100 atrofida xarid qilsa bo'ladi. Bu yangi mashina. Hop, bu yerda mana Dark Moon Blue 23-yil 45 ming yurgan, metan gazlari bor. Yoqimli ishtaha. Assalomu alaykum. Kraskalar tozami? Uzr. Narxi? Assalomu alaykum. 11,5. 11,5 deysizmi? Berib yuborishingiz. 11-12 ga berib yuboraman otlar. 23-yil 45 ming yurgan, kraskasi toza, metan gazlari bilan Dark Moon Blue. Ketdi. Hozir shunda qarang, yili 21 da boshladik, 10 mingdan mana hozir 12,000-12,300 gacha borildi. Mexanikam bu, xo'p, avtomat. 20-yil 113 ming yurgan, metan gaz bor. 4-pokoleniya. Assalomu alaykum. Sizdanmidi? Yaxshimisiz? Yaxshi o'tirsin. Kraskalari qanaqa buni? nari eshikda bor. Bitta eshikda kraska bor, bitta mashina bor. Xo'sh, kelgan ballonlari o'rtacha, gazi bor. Nech pul? 10,000. Berib yuborishingiz. 200. 100 so'm o'tib berasizmi? 10,200 dollarga mana mokra asfalt, bitta eshikda kraskasi bor, 4-pokoleniya metan gaz, 113 ming yurgan 20-yil. Assalomu alaykum. Uzr. Ketdi. Hozir mana 20, 22, 23, 24 bo'ldi. Endi sal eskirog'ini ko'rish kerak, narxlarini, pastroq, yili pastroqlarini. Yengida Dark Moon 24. Xo'sh, 24, 22 ming yurgan, toza 100%. 11 oy. Nima ekan bu? Tonirovkasi 11 oy ekan. Narxi nech pul? 11400. Assalomu alaykum. 11400. Berib yuborishingiz narxi nech pul? 350 ga berib yuboraman. 50 ming o'tasizmi?
Bular ham mehribon ko'ryaptilar. Kelib yaxshilab savdolasangiz arzon ham beradilar. Demak, 11350 24-yil 7000 yurgan tonirovkasi bilan, kraskasi toza, narxi mana 24. Hop, yil nechi pul buni? Yili nima, narx nechi pul? 12700 yangi mashina ekan. 4000 yurgan. Olmas. 12500. Hop. Bu taraf 23 bis probega ham bor ekanmi? Nima yurmaganmi bu aka? Nechi pul bu? Sotildi, nechi pulga ketdi sir bo'lmasa? 12000 ga mana yangi 20 yil eski bo'lsa ham, lekin mashina o'zi yangi yurmagan. 12000 dollarga mokr asfalt Cobalt. Qarang, 2023-yil 19000 yurgan, adashmasam ABS yo'q. Cho'k rangda, kraskasi toza, 19000 yurgan. Nechi pul deysiz aka? 11300 dollar mana. Bu boshqa bozor. Assalomu alaykum. Video olamiz aka, mashinaning narxlarini. Mana 14, mana shu qizuv. Assalomu alaykum. 2014 127 ming halol probega. Kraskalari qayerda bor? Bitta kalenkada pitno bor, bir ikkita qiziqtirilgan joyi bor, ballonlari zo'r, benzinda. Narxi nechi pul? Avtomat. Berib yuborishingiz. 8300 da mana 2014-yil hozir boshlandi. Birinchi 2014 bo'ldi. Bozorda mana nechi puldan boshlanyapti Cobalt aka? Mana 2014 lar. Mana 2014 sizniki 2014 ekan. 6,5 ming sifatiga. Demak 6,5 ming ham Cobalt bor, yurganiga qarab. 5,5 ming ham bor. Cobalt 14-yildan boshlandi. 12da ham bormi? Bizda bormikin bozorda 12larida? Hali ko'rmadim, topishim kerak ekan. Hozir eng birinchi 14 ko'rdim hozir. Men prosta narxlarni bitta jamlab olaylik dedim. 14 dan 24 gacha. Bu yil nechi? Mana 15. Qani narxini ko'ramiz. Bu endi mexanika ekan. Toza bu. Assalomu alaykum. 129 ming, bu ham halol probeg, ABS, gazi yo'q, avtomat korobka, kraskasi toza. Nechi pul bu? Mexanika ekan bu faqat. 8600 bo'ladigan. Berib yuboradiganlari 8600 dollar. 2015. Bunisi nechi pul deysiz? 8300. Mexanika avtomat. Deyarli vobchi kam yurgan ekan, kelasi o'rtacha bir xil. 8700, 8300 zo'r. 300 dollar farq bor. Avtomat korobka, mexanik korobka. Demak, aka rahmat, bozoringizni bersin. Rahmat. Bular 23-24 o'rtacha tushundik. Taxminan avtomobillarni mana 2014-yildan boshlanadigan bo'lsa, menimcha hozir akalar aytishyapti, undan eskiroqlari ham bor, sifat holatiga qarab. Endi biz butun bozor rahmasini aylanib chiqishga to'g'risi juda qiyin, issiqda. Taxminan, demak, 6,5 ming ham bor deyapti. 6,5 mingdan 12700 gacha ko'rdik. Cobalt 25 larni. Demak, 12700 gacha orada kimdir videoga olmaylar deb iltimos qilishdi. Demak, 12700 gacha bozor bor. Menimcha hali mana bis probeg ekan. Assalomu alaykum. Sizlarmi aka? Nechi pul bu? 12800 a. Mana bis probeg. Bu уже nomer taqilgan. Mana 12800. Eng oxiri 12800 ga chiqdi. Demak, 6,5 mingdan Cobaltda 12800 gacha chiqib kelar ekan. 23-yil, 25-yil, 25-yil Cobaltlar demak 12.3, 12.8, 22, 23lar, 24lar 12 gacha bo'ldi. Xullas mana shunaqa o'rtacha narxlar ekan. Cobaltdan narxi tushibdi, chunki 13200 dan ham sotishdi boshida yangi chiqqanlarni. Hozir mana bis probeg 12800, menimcha uni 12600 ga ham berib yuborishadi. Endi legendarniy Gentraga o'tamiz. Hamla qarang. Nexia Cobaltlarda ham bunchalik emas. Gentrani ko'pligini qarang. Bu aytganimdek yo'lni o'rtalariga ham qo'yilgan, chunki Gentraga doim talab bor, ayniqsa qora rangli Gentralar menimcha juda ham tez sotilib ketsa kerak. Hozir bir taxminan ko'ramiz. Mana shu yerlarda bizda dilerlarimiz bor. O'sha dilerlarimizni qidirib yuribman. Shu yerda bo'lsalar, hozir bir gaplashamiz. 18 deysiz-a? Yili nechi buni? 18. 2018 nechi ming yurgan? 2018 97 ming yurgan, kraskalari toza. Nechi pulga baraka bo'ldi? Ha? 10200 ga 2018-yil mana Amerikan kopterni taqib qo'yishgan, Gentra ham baraka bo'libdi. Oqa. 10200 2018. Anti 2020 bor. 77 ming yurgan kraska toza, narxini yozmabdilar. Buni endi egalari kelganda bilamiz, lekin zo'r qarab qo'yishgan ekan. Hop, mana qoralar 2023 13 ming yurgan. Menimcha bular bir 14 mingdan baland so'rashsa kerak. Mana bu savdo botdi qorada. Assalomu alaykum. Sizlar 23, 24, 28 ming yurgan 4-pokoleniya gaz bor, toza. Narxi nechi pul aka? 15,5. 15,5. 2023, 24-yil salondan chiqqan. 28 ming yurgan, kraskalari toza. Malibu bar, Malibu rul o'rnatib qo'yishdi, Amerikan Optra. Keyin ballonlarning holati yaxshi. Eslatib oling, 15,5 so'rov. Berib yuborishingiz.
15300 Gazi ham bor 15300. Полный shumka, Amerikanka Optra, bar rul, ya'ni Malibu bar, Malibu rul, Nexon balon, gazlari bilan 15,5 mingga mana 28 ming yurgan qop-qora Gentra. Endi qora bilan oq farqini ko'ramiz hozir. Mana shu necha ekan? Mana 23-24 17 ming yurgan, 17,5 ming. Bitta gazi bor. Bu ham sizdanmi aka? Mana bir xil holati, to'g'rimi? kamroq yurgan 17 ming Ha, yurgan. lekin bunda ham Malibu bar, Malibu rullari bor, shumka bor. Полный shumka ekan. Kraska toza, nech pul? 15400. Qoradan qimmatroq yuryapti hozir shunda. 100 so'm arzon. Endi buni ham berib yuborishingiz bor-ku, ikkalasini ham. Probegini hisobiga deyarli mana 23-yillarni hozir ko'ryapmiz. Demak, 14,5 dan 16 gacha chiqib ketadi-da 23lar. Yurganiga qarab. 22. Bu 22 mana. Bu ham bir xil shunaqa yurgani 42 ming, bitta toza, bitta zo'r oynalar qo'yib qo'yishdi. Somzashitni shumkalari bor. Malibu bar, Malibu rul 14 ming. 14 ming dollar deyarli farq qotdi yiliga. Qarang. Bu ham xuddi shu bir xil bitta odam mashinasi bozorga tayyorlangan Malibu bar, Malibu rul, Amerikanka Optra balonlar taqib qo'yishgan. Aka, rahmat kattakon. 23 larning narxi mana men doim efirlarda ham aytardim. 23-yil mashinalarni 13 ming atrofida qo'ysak ham qimmat degan obunachilarimizga mana bozor narxi. 23, 22 ni o'zi 14,5 ming deyaptilar. Faraz Qosim biz 23 larni 13 ming, 13,600 dan sotgan paytimizda hamma qimmat deyotdi. Mana sizga o'rtacha bozori 23-yillarning narxi. 2018 ni 10,100 dilar, 10,200 ga sotdim dedilar. Mana o'rtacha narxlar. Taxminan bu endi bitta joyda bu variировать qiladi baribir. O't ido, ya'ni dan gacha degan narx bor. Assalomu alaykum. Demak, o'rtacha mana shunaqa mana. Hozir bu mana 21 69 ming yurgan metan gaz bor, 4-paketlangan. Yoqubli assalomu alaykum. Uzr. Kraskasi tozami? Aya, bo'ldi. O'zlari yo'q bo'lsalar. Sizniki qaysi biri? Narxi nech pul? Xayrlaka. Assalomu alaykum. Nech pul bu? 12300, 21, 69 berib yuborishingizchi. O'rtacha 12 so'm, 100 so'm, 2 so'm o'tasiz. 12300 kraskasi toza, 69 ming yurgan. 12300. Bunda ham menimcha shumkalari bo'lsa kerak. Shum izolyatsiya полный mana shumkalari bor, balonlar yangi taqib qo'yishgan. 14 ming yurgan 23, bu ham menimcha 15 mingdan baland bo'lsa kerak, chunki naryoqda ko'rdik buni. Yili eskiroqlarini bo'lsa, mana buni zo'r tayyorlab qo'yishibdi. 2023 21 ming lob tonirovka qilib qo'yishgan. Nech pul mana aka? Narxi nech pul buni? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, yana bir bor. Nech pul bu? 15,500. 15,5, 15,2 ga berasiz-da buni? 15,3 ga beraman. 15,3 полный shumka, Malibu bar, rul. Xullas standart narsa bor ichida hammasi. Hamma narsa bor. 15,3. Mana 20chi? 11700 beraman. Bu ham Toza. polniy shumka, Bir xil. Endi hozir sizni mashinangizni men tushundim. Hammasi bir xil bo'ladi. Shunday. Polniy bo'ladi. Navorot. Ha, kaskasi bo'lmaydi. Yo'q. Demak, 20 92 ming yurgan 10 11700. berib yuborishingiz 11,5. 1,5 berib. 11,5 ming, 20 92 ming yurgan polniy navorot. Endi Gentrani standart navoroti, Amerikanka Optra, Malibu bar, Malibu rul. Mana navorot bo'ladi. Ha. Krugovoy tonirovka ruxsati bilan. Sizda hammasida ruxsati bor. Ha, glans stoyka. Ha. Mayda chudalargacha mana Poliki oldi orqa chirog'i 15,5 mingga mana sizga 23-yil kraskasi toza. 21 ming probeg. 21 ming probeg. Eshiklarning yopilishini qarang. 25 bo'lsa ham 23 da ishlab chiqarilgan bo'ladi. Chex pasporti 23 bo'ladi baribir, to'g'rimi? Narxi unaqa farqi bo'lmaydi baribir. 19 mana 44 ming yurgan toza, bu ham navorot. Bunda faqat Amerikan Optra yo'q, shumka bor. Yo'q, shumka ham yo'q. O'zini holati bu. Stok holatda. Video registrator pult bor xolos. Nech pul? Tonirovka bor. Kraska toza. 19 12 ming. Qora. Oq bilan farqi nech pul? Xuddi shunaqa oq nech pul chiqadi. Qora Gentra bilan oq Gentra yiliga qat'iy nazar $1000 farq bo'ladi, to'g'rimi? Hozir mana 16 larni topolmadim. Hammasi 18, 19 lar ekanda. Demak, 18 lardan narxlar nech puldan nech pulgacha mana 23 gacha 18 nech puldan boshlanadi. Eng arzon Gentra narxi bozorda. 9 mingdan 16 minggacha. 17 mingga ham bor 23 Gentralar. 17 ming yo'q. Hozir yo'q. Probeg bor. Bez probeg 17. Lekin anaqa navorotlarning eng qimmati 16 gacha chiqadi. 15,5 ming aka, ko'ravering. Bo'ldi. 23, 21. Oka, bozoringizni bersin. Rahmat, vaqtingizga rozi bo'ling. Mana o'rtacha, chunki aytaman, hozir hamma mashinalarni eski yilliklarni topish o'zi qiyin, chunki mashinalarni qarang, tayyorlatib qo'yishgan, chiroyli. Mana shu полный Gentra qator, to'liq va aksariyat sotuvchilar bu aynan avtomobil
mutaxassislari, ya'ni o'sha avtosavdogar akalarimiz. Avtomobil egalarini o'ziga bu yerda joyi yo'q deyarli. Ko'plar tashqarida o'tiradi. Hozir mana mashinani tinib qilib tayyorlab qo'yishgan. Bular mana olasiz, sarf xarajatingiz faqatgina shu rasmiylashtirishga ketadigan avtomobillar. Mashinani o'sha nima deydi? Standart holati, standart tuning elementlar hammasi o'rnatilgan. Bu taraf уже Malibu, Equinox, Tracker, Orlando'lar qatori, keyingisi inomarkalar qatori. Kelib inomarkalarni ham ko'raylik. Spettodan bozor aylanishni davom etamiz. Bitta inomarka qatori ham ko'ramiz. Inomarkalar nimalar borligini, ya'ni chet elda ishlab chiqarilgan avtomobillar. Ulardan ham qisqa ma'lumot olib ko'ramiz. Chunki bu yerda hozir ommalashgan modellar bor. Toyota Prado, Land Cruiser 200 modellari. Yani bu tarafda BYD, Malibu, Equinox'lar va inomarkalar, Kia, Hyundai'lar hammasi birga bo'ladi. Ya'ni bir joyda jamlangan. Sizlarni tsegan ko'ramiz. Hozir shunday salqinga o'tib 2 minut nafas olsak, xudo xolasa davom etamiz. Xo'jaga qarang. Buradan chetda eganlar. Va sezuvdim bugun kelishlarini. Biz bilgandik, biz kutgandik. Assalomu alaykum. Aka, Qanaqasiz? sonlarz yaxshi, charchyapsiz. Assalomu alaykum. Aka, qalaysiz? Tinchmisiz? Yo'q, o'sha videoga olyapsizlar. Aylanib chiqdik bozorga. Ana o'zimizning Matizdan boshlab, hozir mana shu Malibulargacha. Malibudan bu yoqqa inomarkaga, inomarkani yuramiz dedik. Siz chetdaligingiz sezuvdim. Odam yo'q, mana hozir keldi. Odam kam lekin. So'rasam, yo'q, odam o'zi o'tlab Qanaqa yurasiz? Biz 1 soat bo'ldimi yurganimizga? Gano, men shu chiqaman 1 soat, 2 soat syomkaga, ana 1 kunlik energiya ketib qoladi. Lekin hozir уже ani bo'lib qoldi. Charchadi. Assalomu alaykum. Men Men sizga berib turay. Inomarka siz endi bizga tanishtirib bering. Biz endi o'zbek mashinasini ko'rsatdik men sizga. Mana hozir endi bismillohni boshlamoqchiman. Hali Ha, o'zim ham bo'lak yo'qsiz bilmayman. Mana shu qatordan o'zim ham qatorda olardim. Ha. Chunki xalq bor, misol $15,000 atrofdagi mashinalarda. Mana esa orqasi. Yo'li misol 30 mingdan baland mashinalar. Ha. Misol uchun 20 minggacha bo'lgan mashinalar. Hozir Taxminan Pradolar 10 20 minggacha 120 talik Pradolar olsa bo'ladi, to'g'rimi? Yo'q, Ham 150 ta do'raysizlar. 20 minggacha. Eng arzon Prado'ingiz qaysi? 120 taligingiz bormi? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Siz qalaysiz? Mana shu mashinalardan eng arzon nechi pul? 150 taliklardan. Yo'q, O'sha sizda bor arzoni. Nechi pul shu? 16. 2016. Nechi pul? 38 ming. Mana bor ekan. 2016 38 ming. 38 mingni bizga nima Malibu olishyapti hozir. Ha. Bu boshqa dunyo. Okey, Malibu Premier 38 ming 24-23 yil chiqqanimi yo Prado'mi mashina? Nechi ming yurgan bu? Конечно, aka. 163 ming bu yana 940 ming indamasdan yuradi. 840 ming Chaqaloq oldinda. probeg bunga bor. Endi olib ketgandan chiqqan. 36 ming. Zo'r. Ha, shunaqa hisobda. Chunki Malibuni 45 mingga sotishdi deydi. Yangisini. Voy, tavba. Bozorda 45 mingga yurmaganini sotishdi. Endi sizlar yaxshi Shunaqa ham olishadi-da. Menimcha Toyota zo'r bo'lsa kerak. Siz yaxshiroq bilasiz, aka. Bozor. Shunaqa bismillohni men ham boshladim. Naryoqdan olamizmi mashinalar bormi yo'q? Qiziq. Ha? Ketdi naryoqda qiziq mashinalarni olamiz. Toyota Corolla hozir eng trendda bo'ldi 23-yilda va butun dunyoda eng ko'p sotilgan model Toyota'niki, lekin eski modelni birinchi marta ko'rishim. 93-yil ham aka. 93-yil. Mana qarang. Mana bu narsa Al-Hatib. Dubayda Nima bu? 6-7 ta do'koni bor. Bularni. Inomarka sotadigan chi. Endi bu hammasi inomarka, именно запчасть, aksessuar sotadi Al-Hatib. O'sha mashina sotadigan. Mashinada. Qarang. Nima ekan? Dizelmi bu? Assalomu alaykum. Dizelni motor. Bitta qo'l dedingiz aka? Bir qo'l. O'zlari 93-yildan beri olib. O'zingiz olib kelgan sayda. Pravorulni bo'lgan, livorulni bo'lganmi? yerda livorulni. Yerda Da. pravorul bu Siz qildirgansiz rulni, o'zi shunaqa bo'lgan. там заказ идет. Вы под заказ его брали для себя. Заказ. Там же в основном праворул. Ух ты. Восточный вариант. Это у него какой двигатель здесь? 1.6 или 2? 2 есть. 2 litr. Два. Probegi qancha? 2. 231 kilometr. 231 ming kilometr, 93-yil. Qaynonamnikiga boraman. Ha. Kelib ko'p ko'raman. Всё. 32 yillik mashina. Okey. Mana qarang. Bir Uх marta ты. yurganim yo'q motor. Voy. 1 millionlik deb 93-yil. Hali muammo ham bo'lmadi. Yo'q. 32 yil, okey. Men 92 man. Filtr almashtiraman, yog' almashtiraman, всё. Mashina holati mendan ham yaxshiroq o'xshaydi, okey. Men bilan teng. Ichini bitta ko'rsak bo'ladimi? Bemalol. Kraskalar-chi? Kraska so'rash noto'g'rimi? Men Интересно mashina просто. o'tgan hafta oldim.
Buni qarang ichlarini. 93-yil, 32 yil oldingi avtomobillarda nimalar bo'lgan? Stiklo paketi bo'lmas ekan, lyuk bo'lmas ekan bu komplektatsiyasida, lekin konditsioner hamma narsa bor-a? Konditsioner нет. Konditsioner yo'q. Потом уже следующий партия машин Ага. кондиционер стали ставить. 93-yil 230 ming kilometr yurgan, hamma narsasi zavod holatda, radnoy, ballonlarni ham zo'rini, yenglarini taqib qo'yibdilar. Qizuv bo'lsa mana aka bozorda ekanlar. Necha pul deyapsiz shunda buni? Men 5ga berib yuboraman deyapman. Это врачи говорят, нельзя вам есть. Зрение село, сахар, операцию прошел на сердце. Не надо, говорит. $5000. Машинге бeraman, ну это бесплатно. 5000, это Toyota машина, это бесплатно. Klassna. Tushungan odam, aynan shu Tushungan. qidirib yurgan odamlar Правильно. oladi faqat buni. Ko'pchilik yangi mashina olaman deydi. Nexia, gaz, Hmm. ko'mir o'tin, mashinaga o'rganganlar faqat qochadi bunaqa. Dizel desangiz qochadi. Ha. Shunaqa. Bu dizelligi ham bor aytmoqchida. Dizelli motor o'zi живучий bo'ladi. Вот форсунки вон, видите? Aha. Katta bosimda yurishga moslashganda dizel motorlar. Tog'larda, Оборотлari ham baland. yo'llarda yaxshi. Tyaga хороший. Qoyil lekin 93-yillar mashinani qarang. Gapi Mo'lga ham qilinmagan. Mo'lga Jangida 230 ming. 32 yil ichida 230 ming. Nomerlarni oldini qiziqtirgan odamlar Ko'rsating nomerini Fazliddin. olib ketadi, aytib o'tib ketsangiz. Mana 90 141 48 27, 90lik 253 48 27. Mana ikkalasi kimga qiziq bo'lsa Bitta 5,5 ming mashinani qo'yibdilar, 5000 dollarga berib yurar ekanlar. Holati zo'r, dizelni. Yana buni tushungan odam xudo xolasa oladi. Запчасти есть. Всё есть. Я ездил в командировку. Ага. Мы два авиаполка там есть в Хабаровске. Mhm. Мы обслуживали раньше, когда завод. Hmm. Там краты. Нас вызывать не. Что попадет, все брал. И машина попалась. Не, машина не так. Машина тяжело попала. Ты Да. чё, в то время японскую машину я полгода убегал. потом. Да? Да. Но это уже совсем другая история. Это другая Да, bozoringiz bersin. Rahmat, salomat Sog' bo'ling. bo'ling, charchang. Rahmat. Qo'sha qaragan ekanlar. Shu mashina bilan birga Bu katta YouTube bo'lgan будет ekanlar. показывать. Inomarkalarni ham sekin aylanamiz yana. Legendarniy Nissan Maxim. O'z vaqtida bu eski variant ekan. Bundan keyingi restyle variantlari 3 litrli Nissan Maximalar juda ham trendda bo'lgan va talab juda ham ko'p bo'lgan. O'zbekistonda o'zi unchalik ko'p bo'lmagan modellardan biri, lekin 3 litrli motorlari bularni rosa ommalashgan. Assalomu alaykum. Aka qalaysiz? Yil nechi buni? 96. 96-yil. Bu nechi litrli? 3 litrli. 3 litrli bu Dores bu, restylingdan oldingisi. Undan keyingilar ha. Arabiston chiqqan. Ha, bu Arabiston uchun chiqqan. Qancha yurdi bu? 530. 96-yil 536 ming yurgan. Holati endi 96-yil bo'lsa, demak 19 yil avtomobil var kraskasi bitta bo'ladi. Kraska polniy, lekin Ha, polniy assurance qilingan, radnoy detalga, udar bo'lmagan. Ichki holatlarini ko'ramiz. Mana bu chexol ko'shalarni qildirgansiz, a? Obshivkalarni. Holatini qarang. 1996-yilgi avtomobillarda, Yaponiya avtomobillarida yon taraf oynalari elektroprivodda bo'lgan. 536 ming kilometr masofa bosib o'tgan. Konditsionerlari bor, lyuk yo'q. Holati zo'r. Texnik holatda nimasi aka? Texnический. Amortizator perkachka bo'ldi. Bo'ldi. Motorlarda ishi yo'q, zapchastda muammo yo'q. JZ motor dedingizmi bunda? GV deydi. Ha, GV dedingiz, GV motor ekan. Hozir JZ Lexus Toyota'da bo'lardi. Narxi nechi pul? 3000 so'rayapmiz. 3000 so'rayapsiz. Nechi pulga bera olasiz? Obunachilarga 2,5 qilib beraman. Abozor obunachilarga 2500 dollarga mana shu Nissan Maximani. Agar o'zingiz uchun yoki proyekt uchun olinadigan zo'r mashina, mashinani auksionga chiqaramiz bo'lmasam, aka? Propani bor. Propani ham bor. Hozir akam bu avtomobilni auksionga chiqaradilar. Abozor ilovasidan auksion bo'limida shu mashinani ko'rasiz. Narxi 2500. 2500 dan kim tepa bersa, undan-da yaxshi. 2500 ga marhamat olsangiz bo'ladi. Mashina bozorda turibdi, undan tashqari hozir auksionga yuklaymiz. Auksiondan bemalol mashinani taklif berib, 2500 yoki 2500 dan tepaga, xudo xolasa 2500 dan tushmaysiz. Oxiri shu. Bo'ldi. Hozir bo'lmasa auksionga chiqarib yuboramiz birgalashib. Auksionda bo'lmasam ishtirokchilarimiz va obunachilarimiz bemalol avtomobilni to'liq ko'rib, albatta bu mashina tekshirilmagan, avtomobil egalaridan eshitgan ma'lumotimizga ko'ra bu haligi tez sotish bo'limi orqali auksionga chiqadi. Shuning uchun o'zingizlar ko'rib bemalol taklifinglarni bersanglar bo'ladi. Rasmlari bormi? Ilova bormi?
Bo'ldi, A bozor ilovasiga bo'lsam joylaymiz hozir auksionga. Joylangan. Ha, joylab ham qo'ydingmi auksionga? E'lonlarga joylagansiz. Hozir endi auksionga chiqaramiz buni, tez sotish bo'limiga. Internet. Obunachilarimizdan biri A bozorlari bor. Internet bozorda yaxshilamaydi. Endi mana tez sotishga o'tasiz. Xo'p, avtomobil auksionga joylandi, tez sotish bo'yicha o'zlari qo'ydilar, o'z ko'zlari bilan, qo'llari bilan bemalol hozir kirib, auksion bo'limida ushbu avtomobilni ko'rishingiz mumkin. Yaxshilab ko'ringlar, rasmlarini ko'p rasm qo'ydingiz, iloji boricha. 7 ta rasm qo'ydilar. Bemalol kiringlar, taklif beringlar, siz taklifingiz avtomobil egasiga yoqsa, 3000 so'rab turibdilar, 2500 ga beraman dedilar. 2500 kimdir 2510 berar, ya'ni o'sha o'zingizlar ko'rib, qancha ko'p bersanglar, okanga shuncha yaxshi. Mana bozorda o'tirib, suvda sotyaptilar. Demak, Xudo xohlasa ilon bozoringizni bersin, barakasini bersin u. Keyingi safar mashina sotayotganda mana sizda ikkita variant bor. Bozorga chiqib o'tirish yoki uyingizda yakshanba kuni ilovadan yuklab sotib olish. Ilovani o'zi yaxshiroq. Bozoringizni bersin aka, rahmat. Ozgina bo'lsa ham chet elda ishlab chiqarilgan avtomobillarni ham ko'rdik, Nodirxo'ja akamni ham ko'rdik. Akam bular mashinani videoga olib berishlarini xohlovchilar juda ham ko'pligi sabab ishlariga xalaqit bermaydigan qilib, o'zimiz ishlarimizni davom ettirib, bir ikkita bo'lsa ham mana inomarka sizga ko'rsatdik. Menimcha bugungi bozorimizda mana 2,5 soat, 3 soatga yaqin yuribmiz. Juda ham charchadi odam, isib ketdi, issiqdan ayniqsa. Va mashina ko'p, narxlar har xil. O'rtacha hozir bir narxlarni nima deydi? Yakunlaymiz, bir tugatamiz. Aziz do'stlar, 8-iyun yakshanba kungi Toshkent shahri Sergeli avtomobil bozoridagi Spark, Matiz, Cobalt, Nexus, Gentra avtomobillari haqida qisqacha bo'lsa ham o'rtacha narxlarni o'rganib chiqdik. Havo issiq, baxtimizga quyosh to'g'ridan-to'g'ri urmasa ham, lekin bulut bor, ozgina charchatib qo'ydi. 3 soatdan oshiq menimcha bozorda yuribmiz. Oxirini aytadigan bo'lsak, Matiz avtomobillari 1,5 mingdan 5 minggacha, Spark avtomobillari 3,5 mingdan 10.700 gacha bo'lar ekan, mana yilidan, ya'ni o'sha 13-yildan 22-yilgacha bo'lganlari. Nexia 3lar ham deyarli xuddi shunaqa 6 mingdan eng tepasi 10.700 gacha chiqdi. O'rtacha Spark avtomobillari bilan deyarli bir xil ranglarga nisbatan. Cobalt avtomobillarini ko'rdik, 9 mingdan 12.800 gacha yurmaganlarigacha chiqadigan bo'lsak, yillari pastroq, yillari tepasi. Va Gentrani ko'rdinglar. Gentra avtomobillari o'rtacha 9 mingdan boshlandi. 23-yilda 15,5 ming, 15,5 ming, 16 ming, yurmaganlari 17 mingdan. Qora oq farqida $1000 farq qilar ekan. Demak, mana shunaqa o'rtacha narxlar, eng asosiysi mana bozorga siz o'rningizga biz keldik. Siz esa bozorga chiqmasdan turib, A bozor ilovasi orqali uyda muzdekkin o'tirib, oila davrasida avtomobil xarid qilishingiz mumkin. A bozorda imkoniyatlar cheksiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Salomat bo'linglar. A bozor, bozori chaqqon ilova.